Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Yaxshi turibsizlarmi? Mana inkubatorimiz ochib chiqdi. Adler bilan qora shahzoda qo'ydik. Mana ichida tuxumlarni sortirovka qilib olganmiz. Yaxshi chiqishi zo'r inkubator ekan. Umuman biron ish bunga hojat yo'q. Bosh og'riq, boshqa narsa, faqat suvni solasiz, havo olib turasiz, issiqligi, svet o'chmasligi. Chiqishi juda ajoyib ekan. Boshqa inkubatorlarda ham ishlatib ko'rganman. Bu darajada oson nimasi yo'q. Bu juda oson ham zo'r ekan. Farshod akaga kattakon rahmat aka. Mana bugun 2026-yil 10-mart mana. Ko'rishlaringiz mumkin, jo'jalar sop sog'lom, yeb ichishi joyida mana. Kattakon rahmat aka, o'zingizga shukr. Hali men yana bitta olmoqchiman. Tavsiya beraman, akani inkubatoriga gaz yo'q ekan.